Yuzidan tuk chiqadigan qizlar aynan shu ma'lumotni ko'rishingiz shart. Hozirda judayam ko'p shu muammo bilan kelishyapti. Yuzda tuklar paydo bo'ladi. Qizlar ayollarimiz borib salonda yuzini terdirishadi va epilyatsiya qildirishadi. Shu garin, vosk и так далее. Ha, mana yuzimda tukum ko'payib ketyapti deyishadi. Borib yengilgina yechim bermoqchi bo'lishadi. Yuzimda tukka terib tashlasam, oldirib tashlasam, bundan qutulaman deb o'ylashadi. Lekin asosiy sababi o'sha gormonlarga bolta qiladi. Uni naborot tekshirib, uni normaga keltirish kerak. Bular terdirgani hisobiga yuzda toshmalar paydo bo'lib, o'sha ikkilamchi kasallikni keltirib chiqarishadi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu qizlarimiz ham hammasi yuzini terdirgan yoki epilyatsiya qildirgan. Shuni oqibatida mana yuzda toshmalar paydo bo'lgan. Buni osongina yechim berib, yuz terisidagi tuklarni terish emas, ya'ni buni negizini, ildizini topish kerak. O'shani naborot davolasanglar, to'g'irlasanglar, yuzdagi tuklarni ham soni kamayib boradi va terida hech qanaqa ortiqcha husnbuzarlar paydo bo'lmaydi.